Assalomu alaykum Andijon mebel kuzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Shunga qisqacha avzorlarni qilib o'tamiz. Avzor qilishdan oldin birdan kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Like bosib podesha qilamiz do'stlar. Xudo xolasa bu navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Samarqand shahriga qilib berdik. Dastavkachida 10 million 300 ming so'mga qilib berdik. Hop 100% yong'oq. 100% yong'oq bambujul qoplama variantimiz. Oldiyalar 3D. 12 cm qo'yilgan. Bunaqa qimmat materiallar. Yog'li. Hop, orqa qismlari. Xudo xolasa hamma yo'g'i cho'tki idealniy holatda. 12 ta xudo xolasa 100% yong'oq. Akvarin. Xudo xolasa mana ko'rib ko'rasizlar. Akvarimlari ham joy-joyida. Xudo xolasa mana xonamiz chekka qismlari simmalar qo'yilgan 2 dona. Xudo xolasa hamma yo'g'i cho'tki. Shopur akamiz qarab turib yukilab beramiz. Samarqandga xudo xolasa dastavkasi ichida 10 million 300 ming so'mga qilib berdik. Kimgadir shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol ekranda past qismiga nomer qoldiramiz. Va o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. E'tiboringlar uchun rahmat.